Sizning farzandingiz 1 dan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar safidami? Unda siz o'zingizga biriktirilgan hududiy oilaviy poliklinikangizga patronaj hamshirangiz tomonidan taklif etilgan sanalarda har 3 oyda bir marotaba profilaktik ko'riklarga olib borishingiz talab etiladi. Ko'riklar natijasida siz farzandingizni me'yorda rivojlanayotganligi, qolaversa uning salomatligi yuzasidan o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olish imkoniga ega bo'lasiz. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun patronaj hamshirangizga murojaat qilishingiz mumkin. Videoni 1 dan 3 yoshgacha bolasi bor bo'lgan ota-onalar va oilalarga yuborib qo'yamiz. Sizning farzandingiz 1 dan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar safidami? Unda siz o'zingizga biriktirilgan hududiy oilaviy poliklinikangizga patronaj hamshirangiz tomonidan taklif etilgan sanalarda har 3 oyda bir marotaba profilaktik ko'riklarga olib borishingiz talab etiladi. Ko'riklar natijasida siz farzandingizni me'yorda rivojlanayotganligi, qolaversa uning salomatligi yuzasidan o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olish imkoniga ega bo'lasiz. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun patronaj hamshirangizga murojaat qilishingiz mumkin. Videoni 1 dan 3 yoshgacha bolasi bor bo'lgan ota-onalar va oilalarga yuborib qo'yamiz.